Assalomu alaykum. Biz hozir Madina-i Munavvarada Qubo masjididamiz. Qubo masjidi fazilatlari haqida juda ko'p ma'lumotlar kelgan. Bu yerdan olinadigan ma'naviy darslar haqida ustozlarimiz tavsiya qilinadigan narsalar bor. Men o'sha narsani aytmoqchiman. Tavba surasida keladi, "Ussisa alat taqvo", ya'ni taqvo ustiga qurilgan deb. Buni o'sha ustozlarimiz juda go'zal sharhlab berganlar. Bu yerdan olinadigan juda katta ikkita ma'naviy dars bor. Birinchi dars shundan iboratki, bu yer taqvoni darsini oladigan joy. Taqvo nima desa, ustozlarimiz aytadiki, ta'rifida oxirat kuni bizga zarar beradigan har qanday ishdan, har qanday gunohdan Allohdan qo'rqib saqlanishga taqvo deyiladi. Mana shuni darsini shu yerdan olib ketsak va hayotimizga joriy qilsak, ikki dunyo saodati hosil bo'ladi. Bu birinchisi. Ikkinchisi poklanish. O'zi qalbni o'sha kirlantiradigan narsa gunoh hisoblanadi. Har qanday Allohga nisbatan gunoh bo'lgan ish qalbimizga dog', kir, o'sha kirlantiradigan narsa bo'ladi. Undan poklashning eng asosiy yo'li o'sha narsalardan to'xtash, tavba qilish, nadomat chekish, istig'for aytib kechirim so'rash va Allohning shariatini to'la to'kis bajarishga harakat qilish. Mana shu narsa qalbni poklaydi, qalbni islohiga sabab bo'ladigan narsalardan deb ustozlarimiz o'rgatishadi. Shuning uchun bu yerda moddiy olinadigan narsalar bo'lishi mumkin, lekin eng asosiy ma'naviy narsalar hisoblanadi. Ma'naviylarni ham kattalaridan taqvo va poklanish olsak, inshaalloh nurun ala nur bo'ladi.